Arzonga to'rxona Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan sotilayotgan Chilonzor 9-kvartaldagi uyimizni ko'rsatamiz qani ketdik. Zal qismini ko'rib turibsizlar, o'zini televizorning zonalariga ega kirush prixoshkamiz. Bu yoqda mehmonxona qismini ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Uyimiz elektrika, santexnika ishlarigacha absolyutno noldan remont qilingan, to'pli pollariga ega. Bu yoqda bolajonlar yotoqxonasiga ko'zingiz tushadi. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Garderobni shkaflariga ega. Umumiy maydoni 78 kvadrat metrdan iborat. Ko'rib turganinglardek hamma xonalari va sanuzellari razdelniy, ya'ni koridordan kiriladi. Sovg'asiga mana bu ajoyib kir mashinasi qo'shib beriladi. Choy ichib o'tirishingiz uchun stul shar-sharoitlar qilib qo'yilgan, o'zini konditsionerlariga ega. Bu yoqda ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxona qismi joylashgan. Oshxonadagi barcha mebel texnikalar dit bilan joy-joyiga joylashtirilgan. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan bu fayzli xonadonimiz mana shu 4 qavatli domni 4-qavatida joylashgan. O'zini 1,5 ga 3 o'lchamli balkonlariga ega. Chilonzor va Mirzo Ulug'bek metrosiga 5 daqiqalik yo'l. Uyimiz narxini $95,000 so'rovimiz. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun opisaniyada telefon raqam qoldirdim.